Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda qanday qilib oddiy sim va mix yordamida mana bunaqa magnit yasashni o'rganamiz. Qani ketdi. Video boshlanishdan avval videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Birinchi navbatda miximizni olamiz. Keyin esa simimizni. Simni miximizning atrofidan aylantirib o'rab chiqamiz. O'rab bo'lingandan so'ng, ya'ni bir qavati, uning ustiga esa qog'ozni ingichkalab kesib olamiz. Qog'ozni esa mixni o'lchamiga o'lchab kesib olamiz. Xuddi mixning razmerida bo'lishi kerak. Sim o'ralgan miximizning ustiga esa oddiygina qog'ozni bir qavat qilib o'rab olamiz. Mana shunday qilib qog'ozni yaxshilab ustiga o'rab olgandan keyin o'sha simni yana o'rashni davom ettiramiz qog'ozning ustidan. Ko'rib turganingizdek, eng oxirigacha chiqib bo'ldi. Endi esa ustiga yana bir qavat qog'oz qilamiz. Qog'oz qilib bo'lgandan keyin yana ustidan simimizni o'rashni boshlaymiz. Simlar o'rami qancha ko'p bo'lsa, magnitimizning kuchi ham shuncha ko'payadi. Yana chiqqandan keyin ustiga yana bir qavat qog'oz qilamiz. Ko'rib turganingizdek, ikkita sim paydo bo'ldi. Bu yerda esa sim o'ram va mix. Endi esa simni birinchi simga moslab kesib olamiz. Tayyor bo'ldi. Endi esa biz buni to'liq ishlata olishimiz uchun buning uchun bizga kalit va tok manbai kerak. Bizga kalitdan bu bo'lmaydi. Mana shunaqa oddiy kichkinasi ham bo'laveradi. Ushbu chizma esa bizning yasagan magnitimizning chizmasi. Ya'ni tok manbai, kalit va magnit. Yana bir ahamiyat berish kerak bo'lgan jihatlardan biri bu simning ustida yupqa o'zining laki bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda, shuni esa biz oddiy pichoq bilan qirib olishimiz kerak bo'ladi. Shunda izolyatsiyasi yo'qoladi va tok yaxshi o'tadi. Ko'rib turganingizdek, uchlaridagi izolyatsiyasi olindi. Endi buni kalitga, tok manbaiga va magnitga bir-biriga ulab olamiz. Ko'rib turganlaringdek hamma narsasini ulab bo'ldik. Endi buni ishlatib test qilib ko'ramiz. Endi esa magnitimizni oddiygina mix yordamida tekshirib ko'ramiz. Hozir bu yoniq turibdi va ko'tara olarmikan? O'xshadi. O'chirganimizda esa tashlab yubordi. Buni qanday ishlaganini tushuntirib beraman. Ushbu yasagan magnitimiz qanday ishlashiga keladigan bo'lsak, ushbu magnitlar o'zidan magnit maydoni chiqaradi. Shu maydonga qancha yaqin kelsa, tortish kuchi ham shuncha ko'payadi. Uzoqlashtirsak shuncha kamayadi.
Bu yasagan magnetimizda esa tok o'tyapti. Tokning atrofida magnit maydon bo'lgani uchun ushbu mixni magnitlayapti. Ya'ni magnitlashyapti. Shuning uchun ushbu temirlarni bemalol torta olyapti. Hozir lekin o'chiq turganligi uchun magnit maydon bunda yo'q. Shuning uchun temirni tortmayapti. Ushbu magnitda esa doimiy magnit maydon bo'lgani uchun qancha yaqinlashsa, shuncha ko'p tortadi. Agar qanday qilib mana shunday magnit yasash qiziqarli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Albatta Instagramga va Telegramga o'tib qo'ysangiz, xursand bo'lardim.